Bozorga bordingiz, 20 so'm pulingiz bor. Hisoblab turing. Ikkita do'ppi oldingiz. 10 so'mdan 20 so'mga ikkita do'ppi oldingiz. O'sha do'ppini yo'lda kelayotdingiz, bittasi qo'lingizdan yerga tushib ketib, loy bo'ldi. Keyin uni uyga olib kela olmaysiz-ku, Prince og'am rahmat. Uyga olib kela olmaysizda, shuni qaytarib do'ppichiga bordingiz. U aytdiki, buni endi men 10 so'mga olib qola olmayman, 5 so'mga olib qolaman dedi. Endi qaytarib beruvdingiz, u 5 so'm qaytarib berdi. Uyga keldingiz, bitta do'pp bilan keldingizda, qo'shnikidan guruch bormi deb so'radingiz. Bor dedi. Bir chini sizga guruch berdi. Bir haftada qaytarib berarsan deb guruch berdi. Bir chini guruchni bir kuni osh qildingiz. Ketyapti buni. Savol. Bir haftadan keyin siz o'sha guruchni qaytarib berdingizmi? Qaytarib berdingizmi deysizmi? 5 so'm qay ketdi unda. 5 so'm o'zim olib qolaman, o'rniga guruch berib yuboraman. Yo, siz do'ppini topshirganingizda 5 so'm nargi do'ppida qoluvdi. Olib kelgan 5 so'm qay ketdi. Prince og'am. Yo'lda bir narsa og'irgandirman-da. Senin tan oling, miyangiz qisib qoladi men bilan gaplashsangiz. Menga umrimda qo'yilmagan savollar berasiz, ama o'lib qolganim umrimda unaqa savollar eshitmagan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani ketyapsiz siz? Ochilib ketdingizmi aka? Kesatyaptimi? Gapirsang ham boshing balay qiladi, gapirmasang ham boshing balay. Davay deydi. Charos yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat, o'zingiz. Shirin bilan batilimiz bor edi. Keyinroq ulansam bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Hozir bittasi bor edi, javobini berib yuboray. Nasılsınız? İyi misiniz? Xo'rozda yo'qmi anaqa jinsiy a'zosi yo'qmi xo'rozni? Bor unaqa katta emas. Jinsiy a'zosi bor. Ko'rsatmayman. Bir marta flash qilganda ko'rib qo'yganman Muhammad og'a. Salom. Jinni qilmanglar, realni so'rayapman. Xo'roznikimi? Parrandalarda jinsiy a'zo bo'lmaydi debdi. Shunaqa qilolmaskan. Bo'lmaydi deydi, bo'lmaskan-ku. Bo'ladi, kim aytsa qo'yibdi, bo'ladi. Ikkita gul. Rasmga oling, xo'p, o'shani unda menga tashlang. Ikkita qarang, xo'rozni dedim. Yana xo'rozni menga boshqa rasm tashlab bormagan. Xo'roznikini tashlayman, ha? Bitta gul. Meni ham yoshligimda erkalatib, ha, xo'roz deyishardi. Ashna gapanda yana o'zim kattalashibmi? Bitta ham yerga tegmagan qiz. Nima bo'ldi, tushlar ko'ryapsanmi? Ko'ryapman, aytmayman lekin yomon tush ko'rdim. Nimaga bema'ni tush ko'rdingmi? Necha minut ko'rding? Qiz bola bilan ko'rdim. Qiz bola bilan bema'ni ko'rdingmi? Bitta gul. Nima bo'ldi? Ka Shahlo Ahmedova bilan. Shumoling. To'g'rimi? Shunda. Shahlo Ahmedova bilan. Maza qildinglarmi? Shahlo Ahmedova. Sen. Men Shahloda, между прочим, chiroyliman. Nima Shahloman deyaverasiz? Shahlodan sen chiroylisan, nimaga u qiz bilan bo'lding? Savichim.
Muzikani o'chir, gaplashaylik, maza qilib. A? Muzikani o'chir, maza qilib gaplashaylik. Alisa stop. O Alisasi ham bor. Men qara. Ha. U qarab tur. Bitta erkakda ikkita ayol bo'lsa, u bir-biriga kundosh bo'ladimi? Endi bitta ayolda ikkita erkak bo'lsa, erkaklar bir-biriga nima bo'ladi? Ikkalasi ham kundosh bo'ladi. Kundosh bo'lmaydi. Boja bo'ladi. Teshikdosh bo'ladi. Teshikdosh ekansizlar. To'xtang, bitta qiz kelyapti, ulaydi. Nima gapi bor ekan? Nima gapi bor ekan deyapman, to'xtab turing. Nima ishimiz bor bizlarni? Birovni qizi bilan Biroq gapi bor dedi, to'xtab turing. bosib. Gapi bor dedi, to'xtab turing. Razmeri tushdimi, Feruz? Shuni bunday qilyapsiz, mishig'izib tushdingmi? Nima bo'lyapti? Bozorga borib, anaqa oldirdingiz. Nima olib berdi? Liftchi tursa olib berdi, atirguli bor, qorasi berdi. Oldida bantigi bor. Kam. Nima qilaman, taqib olib, taqadigan joyi bor, buni taqmaydigan joyi bor. Ko'rsatadigan bor, ko'rsatmaydigan joyi bor-da. Olib qoldingizmi? Endi olib qolasizmi? Og'rib bo'ldim, og'rimang deng. Og'ir bo'ldingizmi? Og'rimang. Kimdir chaqiryaptimi? Topshilu? Ha yo'q, to'xtang. Mashinchi odam qarab turibdi. Qanara Nima? topshilu? Hozirmi? Bitta gir deb qo'ychi. Marojan aytaman. Tum tak desak, gurr keladi-ku, bunday qilib. O'sha joyda aytaman. Ungacha naqib gurr demay, yoqmayapti. Men oxiriga aytdim. Mana dum tak. Gurr. Qaramani uchamonga yutaylik, iltimos qilamiz, yutaylik. Yana qara. Bu sizda yo'q. Ya, anekdot aytyapti, jim tur. Aha. Bitta xotinidan bittasi rasa ko'rinmaydigan joy. Bittasi xotinidan rasa bezibdi-da. Hop. Chiqib ketaman hozir. Men paypaq qidirib yursangiz, qoshiqingizni qidirib yursangiz, bir narsalar to'rg'asiz o'tiravermayman men. Ana gazni tagini past qilyapman-da. Bo'pti, gapiring. Qozi qo'yib qo'yganman. Men sizga nima kir taxlasangiz, bir narsalaringizni qilsangiz bu asabimni buzmang. Bu asab bu yerda emas. Xullas qisqasi xotinidan rasa zerikibdi-da bittasi. Zerikkan ekan o'rtog'iga. Qanaqa qilib shuni o'ldirsam bo'ladi? Zahar bersam qamalib ketaman. O'ldirsam yana qamalib ketaman. Nima qilib o'ldirsam bo'ladi desam. O'rtog'i maslahat beribdi. Komment yozmay turinglar. Masalan, nima qilay desa, 40 kun debdi, tindirmay sol debdi. Sol? Ha. Nima soladi? Voy, do'ltami bu? 40 kun ana qil debdi. Lapar o'qi deganda, ha.
Ha, tushundingiz уже. 40 kun mana shu 4 mahal, 5 mahal mana shu tindirmay sol 40 kunda o'lib qoladi debdi. Man o'lmayman. Ora eshitib turing siz. 39-kuni o'rtog'idan xabar olgani boribdi. Borsa, haligi o'rtog'i normal anekdot ayta olmaysan. Saliha jim turibdi. Betingga tiqding anekdotni ham deydi. Jinnizammi jim turibdi. Voy odam sharmanda qildi. Voy billahi. Voy. Keyin ma uyat bo'ladi. Keyin jinni qiz. Jam? Keyin 39-kuni o'rtog'i xabar olgani ham borsa, haligi o'rtog'i karavotda ozg'in bo'lib tirra bo'lib yotgan ekanda, ozib ketgan, o'ladigan holatda yotibdi. Og'zidan suv tomizyapti. O'rtog'i yoniga kelib gaplashib tursa, xotini dikkillab kiribdi. "Voy mulla aka, keling, assalomu alaykum" deb kelibdi-da. "Yaxshimisizlar? Hozir choy olib kelaman sizlarga" deb chiqib ketsa, o'rtog'i nima dermish? 39-kuni 7taga o'lishini bilmaydi dermish. Like